Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laysa minna man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana." Kichiklarimizga rahim qilmagan va keksalarimizni ulug'lamagan bizdan emas deb aytib o'tgan ekan. Kichiklarga rahim qilish, keksalarimizni ulug'lash bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatlarini qatorida bo'lishlik ekan. Bunga sabab azizlar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir yoshi kattaroq kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamni yo'qlab keldilar deydilar. Shunda o'tirganlar u kishiga turib yo'l ochishda biroz kechikdilar, ya'ni malollangandek, eringandek bir holat bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib turgandilar. Katta bir yosh, keksaroq, ulug'roq yoshdagi bir mu'min musulmon inson payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelyapti, o'tirganlar erinib degandek bir malollangandek turishmadi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laysa minna man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana." Kichiklarimizga rahm qilmagan, keksalarimizni ulug'lamagan bizdan emas deb, ana shu joyda kattalarning hurmatini, ehtiromini qilishlik zarur ekanligini aytib o'tdi.